Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz, akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Eski bozor ganchadan beri chiqmadim. Qaranglar, akamiz juda ham zo'r narsalar olib kelib qo'yishibdi. Bir juda ham ko'p deyishyapti. Videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Bu tarafdan joylari bor, xudo xolasa, har xil narsalardan olib chiqib qo'yishdi. Hammasini birma-bir obzor qilib chiqib ketamiz, xudo xolasa. Sizlar bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsalaring, xudo xolasa, zo'r qilib tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Akamizga mikrofonni beraman. Bitta mikrofonimiz ishlamay qolibdi. Uzr so'raymiz. Xudo xolasa yangi mikrofon olamiz. Chiroyli narxlarda tanishtirib o'tishni boshlaymiz. Arzon narxlarda qilib beramiz deyishyapti. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsalaring, akalarimiz, biz videoda boshladik. Birinchi mashinadan boshlaymiz. Antikvar narsa. 30 yilda bir marta keladi. Shunaqa. Ha, xudo xolasa, bu 30 yilda bir marta keladigan narsa. Bu o'zim birinchi marta ko'rib turibman. Mana shu yerda 30 yildan beri xizmat ko'rsatgan mebelchilarimiz ham bir marta ko'rishgan ekan o'zi. Bir marta ko'rishgan ekan, men ikkinchi marta olib keldim. Biz bozoriga ikkinchi marta kelishdim. Bu yog'ochdan ishlangan, Ruminiyaniki. Gullari ham juda neobычный, oyoqlari ham nihoyatda chiroyli narsa. Hop, nechtasi bor bu yerda? Tashqaridan narsa. Ha, bu ikkita kravati, ikkita tummichkasi, kremosi, katta kamoti. Katta kamoti ham bor buni. Ochishni Bor. Ichlari ham, keyin bu idealniy sosteniyada bir tinnaqcha shilingan joy topolmaysiz. Bu yog'ochdan ishlangan. Yog'ochdan bo'lgan turar ekan. Zo'r aka. Chiroyli narsa. Bu ulargacha yog'och qarang. Orqalarigacha. Yopilganda mana. Yopilganda. Faqat bu joylar temir xolos, bu joylari 100% yog'och. Zo'r, xohlasa. Hop. Narxini eshitib beramiz endi. Buni narxini aka. Siz oyatulloh, siz obunachilaringizga o'zi buni tishim kavaydi shu o'tirgan narsam. Kecha-kuni kelaman deganingiz uchun Ha, kecha aytib qo'ydim. telefon qilib, Asadullo aka kelaman dedingiz, o'shuning uchun oldim buni. Matraslari og'dirman. Keyin temir karatga o'xshab razbor bo'ladi. Mana aytib mexanika. Yechiladi. Buni 3,5 million qilib beraman hammasini. 3,5 million so'm. Oxirgi narxi. Oxirgi narxi. Mana tummichkalarigacha hammasi. Taniq. Hali idealniy sosteniyani so'ragan bunaqasi har doim juda o'zi noyob bo'ladi, har doim ham o'zi. Tushunadi hollar bor. Menga jo'natib ham qo'yishsin o'sha oqtarayotgan odamlarga. Adilsa bo'lsa, xohlasa hammaga foydali bo'ladi. Hop, endi qaysini? Buni ko'rsataylik. Hop. Keyingisida bu Toshkentniki bo'lsa kerak, lekin Toshkentniki ham o'xshamayapti bu ishlash mexanizmlaridan. Mexanizm juda noyob ishlaydi. Shuni ko'tarib o'zi oldi yopib beradi. Tagi sondiq. Unisi spanni mana. Tayyor spanni. Yostiqlari ham o'zi bilan. Razmerlarga keladigan bo'lsa 1,5 metrga 2 metr bo'yi. Undan keyin hammasini yonida narsa qo'ydi hollargacha bor. Yaqinlashtiringmi yo'llarini? Bu tarafda chiqatoq bo'lgasi ham bor ekan. Ha. Mana u yerda o'zi zavodchi bilan ko'taradigan joylarigacha bor mana. Ha, ko'tarib. Qo'ltiqib. Bu tarafida ham xuddi shunaqa narsa qo'yadigan joylari bor. Polkasi bor. Mana buni narxini oyatulloh siz uchun 1,5 million qilib beray. 1,5 million so'm. Materiallar radno, ko'jalari ham radno. Mana ular zavodchi ko'ja zaminit. 1,5 million so'm deyapsiz. 1,5 million so'm bilarmiz. Xo'p, bunisini bu Xitoy Gorki kamot. Xo'p, ikkalasining narxini bomba qilib beray bir. 3 million 300 ming so'm qilib beray. Ikkitasini. 3 million 300 ming so'm. Zo'r narx. Ichlari ham toza sosteniyada turibdi. Bu 100% MDF dan ishlangan. Bu Xitoyning mebeli. Aynaylari hali sinib bo'lmagan. O'zing radno aynaylari, bular ham o'zining radno aynaylari. Qo'l kesmaydi. Baholasi 3 million 300 ming so'm. Ikkalasini. Razmerlari 220 ga 2,5 metr bo'yi. Bularchi endi. Bunisini mana 250 mingdan qilib beray bularni. Qumbaladi mana. Ikkita. Ikkita tumbolasida. Endi narsa qo'yib qo'yishlatsa bo'laveradi bular. Xudo xolasa bu gazda oldiga rasa razmeri. Ha. Gazda oldiga qo'ygan birga bir tushadigan razmerda zavodskiy boshlab yasaldi. O'zim yasaganman. Eshiklarini mana lizani razbor qilib yuboryapmiz. Mana bunlarga ko'rsatingda. Mana shunaqa liza stinkani eshiklaridan men tumbalar yasagan. O'zim qo'limdan. Bu Xitoyda bu ham Gorka. Eshiklari avanni.
Uncha bilinmas ekan. Manulari mana polkalari ham avannik-ku mana. Ha. Xuddi shunaqa eshiklari ham avannik. O'ziga moslangan. Bu ham Xitoydagi 100% MDF bo'ladi. Ichlari. Buni ko'rsating. Narxi endi. Xo'p, narxini 2,5 million qilib beray. Oyatlar siz obunachilaringizga. Naqshlari ham bu 100% MDF dan ishlangan. Keyin Farg'ona Marg'ilon bo'yicha dastavka ustanovkalari bepul shuni. Olib borib, ha. Aha. Bu ham Xitoydagi, bu birinchi chiqqan vipskasi. Ha. Bu keyingi chiqqan vipskasi. Bular endi avvalgi emas. Bu avanni emas. Farqi bor. Top taraf. Qaysi? 2,5 million. Holatlari ham zo'r holat. Holatlari ham zo'r mana. Bu ham tiniq narsa. Ishlangan, uringan joyi yo'q. Tortmalarigacha ham. Buni narxini oyatilla hop 2 million 200 ming qilib beray. 2 million 200 ming. 2 million 200 ming so'm. Mana tumbalarni bonusga beramiz. Kimga zarur bo'lsa, qo'shib unaqa qiladigan bo'lsa, so'rashaversin, olib borib berilaveradi bonusga. Boshqa joyga o'tamiz. Sheringlar, nay joyga o'taylik. To'g'ramiz bu qanaqa endi? Bu Toshkentda divan kreslosi. Divanimiz spanli bo'ladi. Tagi sondiq. Ko'rishlar narsa joyib ketadi, spannisi. Prujinali, kreslosi ham, divan ham bir xil prujinali. Xo'p, buni narxini 1 million 700 ming qilib beramiz. O'zini 1 million 900 ming, 200 ming so'm stoli. 200 ming so'm stoli. Stoli Ruminiyan ekan. Endi bu tarafdan Keyingi joyimizga o'taylik. davom etaveramiz. Bu Xitoy Ispaniyaga aytib turamiz keyingisi. Aha. Xo'p, juda katta narsa. Mana uni shifaneri 3 metr uzun. 3 metr. 3 metr. Bo'yi 2,5 metr. Aha. Xo'p, 6 eshikli, ichlarini ham ko'rsatib o'taylik mana. Ikkita chekkasi polkali. Narsasi ko'proq ekan bu. Bunisi mana. Ponni vishilka. Aha. Bu tarafda bo'lganmi? Keyingisi ham vishilka. Oxirgisi polka. Haqiqiy kiyimi ko'plarga mo'ljallangan Mana. ekan bu. Ichi ham nihoyatda katta, keng bo'ladi bu. Aha. Xitoydagi. Xudo xolasa holatlari zo'r turibdi. Xo'p. Bu Trimos keyingisi. Ko'rsatib o'ting. Bu Trimosi. Remosiga alohida like bosib qo'ymasalar. Sizlarning narsa qo'ysa bo'laveradi. Xo'p. Xudo xolasa holatlari zo'r. Xo'p. Kravatining razmerlari. 180 eni, 2 metr bo'yi. U matras ortopedический 30 sm eni ham. Ortopedический. Ikkita tumbalari bor. Buni narxini Farg'ona Marg'ilon bo'yicha dastavka ustanovka qilib beraman bunga. Xo'p. 5,5 millionga. 5,5 million so'mga. 5,5 million so'mga dastavka ustanovka qilib beraman. O'zi 30 million ustidagi narsa bu o'zi. Ustanovkasiga ham Ha. Xo'p. Keyingisi Toshkent Ispaniyaga aytib turamiz. Bu Toshkentniki. Matraslar normalizatsiyaga turibdi. U cho'kmagan, netmagan. Ikkita tumbichkasi bor. Tumbichkalar ham holati zo'r turibdi. Xo'p. Keyingi shifanerimiz. Yo'q, bitta komplekt. Bu komplekt bu ham. Ha, komplekt. Ana shifaneri. Bu kichkina ustuvashlarga ikkita vishilkasi. Pastida ham tevasida ham vishilkasi bor. Ikkala tarafga shunaqa ochiladi. Xo'p, mana polkasi. Bu polka sponni, mana uzun ustuvashlarga. Tevasida yana polka bor. Xo'p. Buni aka, bunisini ham ko'rsating, bunisi shunaqa qo'shimchasi ham bor, mana Trimosi. Secret. Tayyor narsa qo'ygan joy. Tortmalari ham toza holatda turibdi. O'rnimni yetib ketmagan. Beri yoqqa o'tingda bunisida ham bunaqasi bor. Tosh ko'rsatalasizmi kechikdi? Ponni narsa qo'ysangiz bo'laveradi. Yopilganda bor yo'qligi ham bilinmasa. Ha. Tumbalari ham toza. Ikkita tumbasi bor. Ikkita tumba, Trimosh, 2 eshikli shifaneri. Shifaneri razmeri 1.60 ga 2.10. Bo'yi ham uzun ekan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa aytinglar buni. Xo'p. Narxini 3 million qilib beraylik siz obunachilaringizga. 3 million so'm oxiriga. 3 komplekt narsa. Zo'r. Buni ham ustanovka, dastavkalari bepul o'shuning ichida. Xo'p, keyingisi. Shifanerimiz bor, rossiyskiy shifaner. Oshmoshlarga radnoy turibdi. Buni ham holat zo'r turibdi. Buni 350 ming qilib bering. Narxlarni aytib ketdim. Xo'p, buniki
shifonyerimiz. Rossiyskiy shifonyer. Eng katta shifonyerlardan bittasi. Buni o'tgan safar videomizda adashmasak 1 million 200 ming qo'ydik. Xo'p, bu safargizda xo'p 1 million qilib beraylik. 1 million. 1 million so'm qilib beraylik. Tepasi yana. Xo'p. Keyingi shifonyerimiz. Vishilka so'raganlarga eni 60 sm, bag'i 90 sm, joyiga moslab qildirtirgan egasi. Xo'p, buni bu 230. Buni narxini 500 ming qilib beraylik. 500 ming so'm. Keyingisi rossiyskiy shifonyerimiz, yana xuddi shunaqa. Tepasi отдельный ajraydi. Отдельный ajraydi. Xo'p, buni narxini Oyatullo 400 ming qilib beray. 400 ming. Bunimiz bu laminat. Ha, bu laminat, bu Toshkentniki o'zi. Toshkent. Buni 1 million 200 ming qilib beray. 1 million 200 ming so'm. Oxirgina aynaylari ham bor ekan. Aynaylari ham 4 eshikli, bunisi 2 eshigi vishilkali. Bir tarafi vishilka, bir tarafi Polkali. polka. Xo'p. Keyingisi. Mana shifonyerimiz bor, kupeli. 1 2 3 4 ta qatorli. 4 ta. Bunisi yana vishilka, 2 eshigi vishilka, 1 eshigi polkali. Xo'p, buni narxini aytildi. Xo'p. 1 million qilib beray. Razmerlari 1,5 metrga 210. 1,5 metr 210. Ammo zo'r narx. Xo'p, keyingisi Ruminiyaning stenkamiz bor. Ajoyib turadi, rangi ham. Rangi ham neobычный, juda qizg'ich. Alohida ishlangan ekan. Bu qulfiyatlargacha ishlaydi. Qulfiyatlargacha. Qulfiyatlarga cho'tki ishlaydi mana. Ichlari. Bemalol. Qulflab qo'yishgan ekan. Bu uzunligi 4 metr. Bo'yi 210. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa 2,5 million qilib beray. 2,5 million so'm. Buni ham dastlabkasi o'rnatib berish ichida o'rnatib beramiz. Farg'ona. Xudo xolasa bemalol telefon qilishaversin. Yana qolgan mebellarimiz ham bor. Xudo xolasa bularda joyimiz bo'shatsa, yana yangilarini olib chiqamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati. Kirgili bozor. Eski temir bozor desa ko'pchilik biladi. Temir bozor yonida Kirgili mebel bozori. Ishda to'g'ridan kirib kelishlayinda. Ikkinchi magazin bizniki joy. Lekin narsa yozib qo'ysiz ekan. Voy, naqam tushib ketib qoldi. Ha. Shamolda, shamolda. Xo'p, nomerimizga keladigan 99li 571 69 69. Xolasa ekranga ham chiqarib qo'yamiz. Bexizorat telefon qilishaversin. Aloqa chiqarasizlar, 24 sizlar xizmatlaringda like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsalaring. Xudo xolasa yana chiroyli narsalar chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi safarga bundan zo'r narsalar olib chiqib qo'yamiz deyapti. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, o'tkazib olmaysizlar degan umidda biz sog' bo'la, salomat bo'la, keyingi videolarda ko'rishguncha